Hayot madrasasi. Subhida. Muallif Gulbahor Rahmatullayeva. 10-qism. Shahlo opa Robiyani qancha ovutishga harakat qilmasin, u ovunay demas edi. Ko'p o'tmay oshxonaning eshigi shaxt bilan ochildi. Ostonada Suyuma turar edi. U ko'zdan oqayotgan yoshlarni kafti bilan sidirgancha Robiyaga yaqinlashdi. Uni shaxt bilan o'tirgan o'rnidan yulgudek bo'lib ko'tardi. Robiyani hozir birov olib qo'yadigan kabi mahkam bag'riga bosdi. Robiya ham uni bo'ynidan qattiq quchdi. U yig'idan to'xtagan, ammo o'pkasini bosa olmay hamon hiqillardi. Suyuma bir so'z demay xonasiga kirib ketdi. Shu bo'yi kechki ovqatga ham chiqmadi. Orada Shahlo opaning o'zi Robiyaga ovqat va choyini o'sha xonaning o'ziga olib kirib, yedirib ichirib ketdi. Dahlizdan Yo'ldosh akaning tomog'ini qirgan ovozi kelganda, Suyuma noiloj yostiqdan boshini ko'tardi. U bir chetda turgan ro'molini olib, sochlarini uning ortiga berkitdi. Yo'ldosh aka ikkinchi bor yo'talgan bo'ldi. So'ng Suyumaning xonasiga kirib keldi. Suyuma adasini eshikdan sal narida kutib oldi. Assalomu alaykum, ada. Ishga yaxshi borib keldingizmi? Yo'ldosh aka Suyumani qoni qochgan yuziga, yer chizgan ma'yus ko'zlariga salom berganida hazin tortib ketgan ovoziga e'tibor berib, yuragi tuzdek achib ketdi. U xona burchagidagi kresloga horg'in cho'kdi. Suyuma adasining ishorasi bilan qarama-qarshi tomondagi stulga omonat o'tirdi. Robiya o'yinchoqlar turgan burchakda akasi bilan o'ynab o'tirar edi. Ular o'yinga qiziqib ketganlaridan bobosiga oshiqcha e'tibor bermadilar. Yo'ldosh aka ohista duo qilib yuziga fotiha tortdi. Suyuma bir so'z demay unga qo'shildi. Qizim, men ortiqcha gap gapirmoqchi emasman. Aytmoqchi bo'lganlarim, sen o'z qalbingga quloq sol. O'zing uchun eng to'g'ri deb bilganing qarorni qabul qil. Sen yashayotgan hayot o'zingniki. Unga o'zing hokimlik qilishingni istayman. Qizim, men bittangni dog'u hasratingni ko'rdim. Bandaning boshi Allohning toshi deyishadi. Ammo yana biringni dardingni ko'tara olmasam kerak. Qizim, mendan so'rasang, agar bu borada odamlar nimani xayol qilgan ekanlar deb o'ylagan bo'lsang, jilla qursa bir qiziqib ko'rgan bo'lsang, men ko'nglimdagi gaplarni senga yashirmay ayta olaman. Mening shu notavon yuragim qani edi Suyuma aqlining gapiga kirsa-yu, opasidan qolgan shu ikki sag'irning boshini silasa deyapti. Qani endi Suyuma shu ikki bolani boshqalarning qo'liga ikki qo'llab topshirmasa. 5 kunligim qolgan yo qolmagan dunyoda oxirgi yillarim, balki kun, soatlarimni yaqinlarimdan ko'nglim tinib va xotirjam bo'lib o'tkazishimni istashimni bilsang degandim. Allohimning dargohiga ketar chog'da esa ikkala oyog'imni bemalol uzatib ketish orzuyim ekanligidan xabardor bo'lsayding. Qizim, mening bu orzularim faqat menginada bor emas, balki oyingda ham shunga o'xshashlari ko'p. Bir so'z bilan aytganda buni farzand kamolini istash deyiladi. Dunyo shunday ekanki, insonlar, taqdirlar bir-birini to'ldirar, biri ikkinchisiga bog'liq ekan. Men ota sifatida hali 18 ga to'lmagan qiziga shu gaplarni aytish chekimga tushganidan juda ta'assufdaman. Bilasan, Robiyani ko'p qo'limga olmayman. Bu uni yomon ko'rganimdan emas, vaqti kelib unga haqqim qolmasligidan qo'rqqanimdandir. Robiya dunyoga kelganidan tanigani sen bo'lding. Ammo menimcha murg'ak yuragi unga vaqti kelib bu ayadan ajraysan deya ta'kidlayveradimi degan gumonga ko'p borib qolaman. Bo'lmasa ha desam, mushtdek boshidan sal nari ketishing bilan aya qayerdasan deb olamni buzavermagan bo'lmasmidi? Qizim, Suyuma, sen umr yo'ldoshingni yosh, o'zing tengi bo'lar deb orzu qilarsan. Balki bu haqida hali o'ylab ham ko'rmagandirsan. Abdumajid kabi deyarli o'zingdan 12 barobar katta yigitning yoshi seni vahimaga solar. U 32 yoshda. Men uni bo'lib o'tgan ishlarda umuman ayblay olmayman. Bilasanmi, bugun Musaxon amaking nima dedi? Abdumajid, meni Rayhonni umrimizni kuygani, vol bo'lgani kammi edi? Endi navbat Suyumaga keldimi? Iltimos,
uni ham hayoti do'zaxga aylanmasin. Mayli, farzandlarim uchun qayta uylanishga ko'ndim, ammo hech qachon Suyumaga uylanmayman. Buni xayolingizdan chiqarib tashlanglar, debdi. O'g'lim shu gaplarni aytganidan keyin sizni uyingizga betimizni terisini shilib kelish uchun qanchalik kuch, iroda kerak bo'lganini bildingizmi? Ammo baribir oldingizdan bir o'taylik. Bu haqda so'rash zimmamizdagi burch. Sababi Suyuma qizimni Robiyadan ajratmaslikni shundan boshqa yo'lini ko'rmadik, dedi quda buvang ko'ziga yosh olib. Suyuma, bu so'zlarni aytish men uchun juda og'ir, ammo kun kelib qani edi o'shanda deb o'zingni aybdor qilmasliging, barini yaxshilab o'ylab olishing uchun ham shu gaplarni aytishga majburman. Qizim, men nima degan bo'lsam, qaysidir so'zlarim yuragingni beayov tilkalagan bo'lsa ham, shuni yaxshi bilki, bu hayot sening hayoting. Men tanlash imkonini o'zingda qoldirmoqchiman, faqat o'zingda. Chunki oramizda hozir sengina hammamizdan ham baxtlarga munosibsan. Qizim, boshqa gapira olmayman. O'ylab ko'rib, qaroringni oyingga aytarsan. Yo'ldosh aka yuziga fotiha tortdi. Shunda u yuqoridagi so'zlarni aytganida ko'zlaridan ancha yosh oqqanini payqadi. Uning soqollari ho'l bo'lib ketibdi. Ammo Yo'ldosh aka hozir bunga ahamiyat beradigan ahvolda emas edi. Adasi o'rnidan turishi bilan Suyuma ham joyidan og'ir qo'zg'aldi. U ko'zlari bilan adasini kuzatib qolar ekan, uning avaylab qadam tashlayotgan pajmurda gavdasiga qarab, so'nggi oylarda yana ham qarib qolganligini his qildi. Quloqlari ostida adasining Allohimning dargohiga ketar chog'da ikkala oyog'imni bemalol uzatib ketish orzuyim bor ekanligidan xabardor bo'lsayding degan so'zlari ketmas edi. Suyuma kechasi bilan mijja qoqmadi. U juda o'rtanib, qovurilib, qovjirab ketgan edi. Tong otganda har kungidek ko'cha va hovlisiga suv ham sepmadi. To'g'rirog'i bunga darmoni yetmadi. Qizining kun yoyilib ketganda ham xonasidan chiqmaganiga xavotir olgan Shahlo opa undan xabar olish uchun kelayotganda qulog'iga Robiyaning yig'isi chalindi. Voy o'lmasam, nega Robiya yig'layapti? Suyuma uni oxiga ozor berdirib qo'ymas edi-ku. Nima uchun odatiga xilof ravishda uni ovutmayapti? Tinchlikmikan? Xona eshigini ochgan Shahlo opaning ko'zi qizining boshida o'tirib olgancha Suyumani turtkilab yig'lab o'tirgan Robiyaga ko'zi tushdi. Robiya yig'lar va qo'lchalari bilan Suyumani yuzlarini siltar edi. Suyumaning uzun sochlari to'zg'igan, sharsharadek yotog'idan pastga yoyilgan. O'zi esa biron bir harakatsiz yotar edi. Shahlo opa Suyumaning boshiga qanday yetib borganini bilmay qoldi. U Suyumani boshini kaftlari orasiga oldi. Suyuma alangi otash bo'lib ketgan, tanasi cho'g'dek yonayotgan edi. U juda ojiz ingradi, ovozi deyarli eshitilmadi. Suv. Ammo onaizor uni yuragi bilan eshitdi. Shahlo opa Suyumani boshini sekin yostiqqa qo'ydi. Yugurgilab tashqariga otildi. Shahlo opaning ovozi bor dunyoni hayqiriqqa to'ldirgandek edi. Adasi! Zum o'tmay ularning eshigi tagida tez yordam mashinasi to'xtadi. Suyumani tekshirgan shifokor boshini uzoq chayqadi. U kerakli muolajalarni qilgach, tashqariga yo'l oldi. Shifokorning nimalardir demoqchi ekanligini sezgan Yo'ldosh aka unga indamay ergashdi. Doktor, qizimga... Aka, unga nima bo'lgan? Qandaydir sabab tufayli qizingiz juda kuchli ruhiy zo'riqishga uchragan. O'zi juda yosh ekan. Bu yoshda bunday zo'riqish ayanchli oqibatlarga olib kelishi hech gap emas. Doktor qo'lidagi qog'ozga qaradi va so'zida davom etdi. Qarang, qizingiz atigi 17 yoshda ekan. Shu yoshida qon bosimni 160 ga 130 ga ko'tarilishi hech qanday tibbiyot mezonlariga to'g'ri kelmaydi. Yaxshiyam vaqtida ulgurib qolibsiz. Qizingizga faqat tinchlik va shirin so'z kerak. Yana qat'iy muolaja. Agar xohlasangiz uni shifoxonada yotqizib, hafta 10 kun davolatsangiz yaxshi bo'lar edi. Shifokor o'zini bosishga harakat qilayotgan Yo'ldosh akaga qarab, rahmi kelib ketdi. Ammo o'zini qiziqtirayotgan savoldan tiya olmadi. Bir gap so'rasam, aybga buyurmaysiz? Yo'ldosh aka so'rayvering degan ma'noda chuqur uh tortdi. Meni kechiring-ku,
Ammo qizingizni aya deb chaqirayotgan qizchani ko'rib hayron qoldim. U qizaloq katta qizimning farzandi. Katta qizim uni dunyoga keltirayotib olamdan o'tgan. Robiyani suyumi qizim bir haftaligidan beri parvarishlaydi. Shuning uchun nabiramni tili aya deb chiqqan. Yarangizni yangilab qo'yganim uchun uzr, ming bor kechiring. Shifokor yordam kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishlarini so'rab xayrlashgancha xonadonni tark etdi. Yo'ldosh aka og'ir qadamlar bilan ortga qaytdi. U suyumaning xonasiga kirganida uning ahvoli ancha yengillashgan edi. Ammo qon bosimini tushirish va tinchlantirish uchun qilingan ukollar va ichirilgan dorilar natijasida tanasi bo'shashib, ko'zi uyquga ketayotgan edi. U yarim karaxt ahvolda dadasini xonaga kirganini ko'rib, boshini ko'tarishga harakat qildi, ammo bunga kuchi yetmadi. Qizlik hayosi esa ota yonida oyoqlarini uzatib yotishga yo'l qo'ydirmas edi. Sergak ota qizidagi bu holatni zumda angladi. U suyumani ortiqcha bezovta qilmaslik uchun tezda dalda gaplarini ayta boshladi. Yotaver qizim, bezovta bo'lma. Allohim dardingga shifo bersin. O'zingni avayla. Yo'ldosh aka keyingi so'zlarini suyumani yonida Robiyani quchib o'tirgan Shahlo opaga qarata aytdi. Qizimga yaxshilab qara, nima kerak bo'lsa aytarsan. Mayli, men ishga ketdim endi. Suyuma uyqu bosib ketayotgan tanasini bir amallab onasi tarafga burdi. Ko'zlarini yirib arang ochdi. Lablari aytmoqchi bo'lgan so'zlarni arang xatlatdi. Oyjon, Robiyaga kechasi qaray olmagandim. Uni yuvintirish kerak. Shahlo opaning yuragi chirt uzildi. Suyumaning o'zi bir ahvolda bo'la turib, hali ham Robiya haqida o'ylashini ko'rib, ular orasidagi chegara allaqachon xola-jiyan munosabatidan chiqib ketganligini qalban his qildi. Siz hali ham o'sha fikrdamisiz? Siz hali ham faqat ona 9 oy yuragida tagida ko'targan farzandga onalik qila oladi degan qat'iy qarordamisiz? Siz hali ham ona mehriga ega bo'lish uchun narigi dunyo eshigi halqasini ushlash va taqillatib kelish, ya'ni 70 ming tomir bilan dard chekib, to'lg'oq azobini ko'rgandagina ona degan oliy nomga sazovor bo'linadi deb o'ylayapsizmi? Men allaqachon o'z qarashlarimni o'zgartirib bo'ldim. Men ona degan nom Allohning marhamati bilan bandasiga beriluvchi bir hadya ekanligini anglab bo'ldim. Men ona bo'lish uchun har doim ham albatta to'lg'oq azobini ko'rish shart degan qarashlardan bugun ancha olis masofaga borib qolganimni his qilyapman. Ona so'zining ma'nosi nima ekan? Lug'atlarda nima deb ta'rif berilgan ekan? Bundan bexabarman. Ammo ona so'ziga o'z ta'rifim bor. Bu fido degani. Fido so'zining ma'nosini esa juda yaxshi tushunaman. Bu o'zini qurbon qilish, o'zidan kechish degani. Demak, ona bu farzandi uchun kerak bo'lsa jonini ham fido qiluvchi fidokor ekan. Bir kuni bir nashrda ota-ona haqidagi eng odil so'zlarga ko'zim tushgan edi. Eng ulug' kitobimiz Qur'oni Karimda farzandlarning otaga, onaga mehr-muruvvat ko'rsatishlari haqidagi oyatlar, suralar keltirilgan ekan-u, ammo biror marotaba ota-onaning farzandlarga bunday muruvvat ko'rsatilishi ta'kid etilmagan ekan. Buning sababi inson zotining farzand uchun ko'rsatiladigan mehr-muruvvati tug'ma bo'lar ekan. Bu tuyg'u har bir insonga Alloh tomonidan hadya qilingan rahmati ekan. Shahlo opa ham hozir ko'nglidan aynan shu kechinmalarni o'tkazib turar. Beshafqat taqdir rayhonidan ayirganida suyumani Robiya uchun onalikka saylab qo'yganini yurakdan tan olib turar edi. Aftidan bu taxlit voqealar birgina bu oilaning emas, ko'pchilikning boshiga tushgan ko'rinadi. Bo'lmasa, tuqqan ona emas, boqqan ona degan maqol qay yerdan kelib chiqar edi? Shahlo opa kuyib ketdi. U vaziyatdan chiqish yo'lini ko'rmay, joni halak bo'lib ketdi. Nimani o'ylamasin, kimni o'ylamasin, ko'ngli chil-chil sinaverdi. U Robiyani olib tashqariga yurar ekan, oxirgi so'zlarini ko'nglida aytdi. Ko'rsatgan har kuningga shukr, Allohim. Mushkullarimning barini o'zingga havola qildim. Suyuma bejiz betob bo'lmagan edi. U dunyodagi eng oliy raqibi, o'zi bilan o'zi kurashib betob bo'lib qolgan edi.
U tuni bilan yaqinlari orasida g'oyibona suhbatda bo'lib chiqqan edi. Dastlab yoniga Rayhon keldi. Uzoq kechirim so'radi. Yolvorib kechirim so'radi. Suyuma bu ishlarda hech bir aybi bo'lmagan opasini qanday kechirmasin? Keyin opasi yana o'sha so'zlarni qaytardi. Bolam senga omonat. Suyuma unga, opajon, omonat dunyoda mening o'zim omonatman-ku, deya olmadi. Suyuma nima uchun opasi unga doim bu so'zlarni aytganini ko'p o'yladi. O'shanda opasi Shahzod senga omonat demagan edi. O'shanda opasi onasiga aytgan edi bu to'g'risida. Oyjon, Shahzodni faqat sizga ishonaman. Unga siz qarasangiz xotirjam yotaman degan edi. Yotaman? Qayerda? Qabrdami? Shahzodni onamga topshirdim. Ikkinchisini senga demoqchi bo'lganmidi o'shanda opasi? Bu savollarga javob Rayhonning o'zida ketgan edi. Ammo Suyuma aniq biladiki, opasi o'sha kuni barini oldindan his qilgan va bolam senga omonat deb bejiz aytmagan. Suyuma tun bo'yi hamma bilan olishdi. Oyisi, adasi va ayniqsa pochchasi bilan. Pochcha, nima sizning menga nasibangiz faqat kuydirishdanmi? So'radi u takror-takror. Hech bo'lmasa Suyumaga uylanaman deganingizda ham ozroq sovigan bo'lar edi bu lang'illagan ko'nglim. Siz esa Suyumani uvol qilmanglar debsiz. Suyuma uvol bo'lmasa, Robiya uvol bo'ladi-ku pochcha. Bu hukmni qanday imzolayapsiz? O'zingizga ishonibmi? Men esa hech kimga ishonmayman. Hech kimga. Bittasi o'zimmi? Hozir jar labida turgan holda Robiyaning qo'lchalarini qo'yib yuboraymi, yo'qmi deb o'ylayotgan badbaxt menman. Pochcha, men undan butkul ajralib qolishim mumkinligini bila turib, yana bir qarorga kelishim kerak emish. Bu adolatsizlik pochcha. Sizga, menga va Robiyaga. Suyumaning hatto ko'nglidan ham ovoz chiqmay qo'ydi. Uning ko'ngli ko'z yoshlariga g'arq bo'lib ketdi. U bor dardini, hasratini dunyodagi yagona siylagan suyukli insoniga to'kib solgisi keldi. Fozil, seni yig'layotganingni sezaman degan ko'ngling nahot meni dodlarim olamga o't qo'yish darajasiga kelganligini bilmay qolgan bo'lsa. Fozil, bu kechmishlarimiz halqasida eng ko'p nohaq jabr tortayotgan va tortadigan albatta sen bo'lasan. Ammo bu muammoning yechimi na mening, na sening qo'lingda emas. Aytchi, bir qiz qalbiga nechta muhabbat sig'ishi mumkinligini bilasanmi? Bilmasang bilib qo'y, juda ko'p. Ajablandingga, men juda ko'p deganimda otaga, onaga, jigarga, qavm qarindoshga nisbatan bo'lgan muhabbatlarni ham nazarda tutgan edim. Keyin bu yorug' olamdagi ikkinchi yarming hisoblanmish insonga bo'lgan muhabbat. Ammo aynan shu muhabbat hammaga ham nasib etmas ekan. Hayotda hamma ham baxtning ta'mini totib ko'rmas ekan. Bilasanmi? Pochcham bilan Rayhon opamga shunday muhabbat nasib etgan. Ular muhabbatning bog'ida nimaga erishish mumkin bo'lsa, barini ko'rib bo'ldilar. Sevish, sevilish, haqlarini ado qilish, ayrilish, bariga ega bo'ldilar. Ko'p o'ylayman, ular uchun baxtli bo'lishning yuki og'ir bo'lganmikin yo undan ko'ra baxtsizlikning? Menimcha ular baxtli bo'lishgan. Sababi bu darajadagi muhabbat sanoqlilarigagina nasib etadi. Fozil, bilasanmi, opam o'lganlarida bir she'r yozgan edim. Menimcha bu o'sha paytda pochcham ruhiyatiga mosroq edi. Hozir esa aynan o'zimning. O'zga ko'pda beribon savol, javob olmay ko'pda o'zimdan. Umr g'adir so'qmoqlarida chalkash tushib qoldi izlarim. Erishganim ro'yomi butkul, yetmaganim chinmi haqiqat? Shamollarda qoldi hislarim. Sirlar jonim jondan to'ydirdi. Jismginam tig'laydi toqat. O'zim tashlab cho'g'i otashga men minglardan o'zni izladim. Ko'pga noxos yetkazib ofat, yechim yetib tiz cho'kdim nahot. Shamollarda qoldi hislarim. Baxt neligin ko'rmasdan turib, bo'larkana bo'lsa baxtiyor. Tutqazganda debmadim shukr, olganida biram bo'zladim. Bilolmadim qay joyda xato, qaysi yerda ketdi ixtiyor. Shamollarda qoldi hislarim. Oson yo'lni tanlaymi oxir? Behis bo'lib yashay atayin.
Shamol, senga otdim o'zimni. Sabomanmi, yelmanmi nasim. Komil inson bo'lish istagim sarsariday uchdi betayin. Shamollarda qoldi hislarim. Uchib ketdi bor izlarim. Shamollarda qoldi hislarim. Fozil, ayt, qay yo'lni tutishim ma'qul? Nima qilsam kamroq odam jabr ko'radi? Axir men o'zimdan kechsamgina bir necha jonga hayot tuta oladigan vaziyatga tushib qoldim. O'zimdan kechish degani bu sendan kechish degani ekanligini yaxshi anglab turgandirsan. Aytgan edim-a, suyuma seni unutgan desalar, unda men o'lgan yoki es hushimdan butkul ajralgan bo'laman deb. Demak, mendan tirik o'lik bo'lishimni so'rashmoqda ekanlar. Mashhur shoira kuyib ketdi ikki jahonim deb yozganida meni nazarda tutganini o'zi bilganmikan? Suyuma tuni bilan hislari, tuyg'ulari aro shunday qovurilgan, kuygan, kul bo'lgan edi. Suyuma kun peshindan og'ganida ko'zlarini ochdi. U yonida o'ng bilagiga boshini qo'ygancha pishillab uxlab yotgan Robiyaga ko'zi tushib hayron bo'ldi. Robiya Shahlo opani hayratda qoldirib, tushlikdan keyin o'zi zinalardan ko'tarilib Suyumaning yoniga yo'l olgan va uning yotog'iga tirmashib chiqib, asta bag'riga o'zini so'zsiz tashlagan edi. Har kungi xarxashalarsiz jimgina Suyumaning uxlab yotgan chehrasiga tikilgan ko'yi o'zi ham oromga ketgan edi. Suyuma Robiyaga so'zsiz tikilib yotdi. Bu qarashning zamirida tunda qabul qilishga jazm etgan qarori yana bir bor insoniy tuyg'ular elagidan o'tkazilayotganligi aniq edi. Kechki ovqatni Suyumani xonasiga keltirib berdilar. U indamadi. Ammo uydagilarni hayron qoldirib, birozdan so'ng oshxonada ovqatlanib o'tirgan oila a'zolari davrasida paydo bo'ldi. Uning xonaga kirganini eng birinchi Robiya payqadi va shodon hayqirdi. Suyuma indamay borib Robiyani qo'liga oldi va unga jilmaygan bo'ldi. "Ovqatingni yeb bo'ldingmi, asalim?" Robiya chapak chaldi. Bu uning ha degani edi. Suyuma Robiyani ko'targancha tashqariga yo'l oldi, ammo ostonada to'xtadi. O'ziga hayron boqqan oila a'zolariga sokin boqdi. Nimalardir demoqchi bo'ldi va nihoyat ko'nglidagi gaplarni aytishga jazm qildi. "Adajon, men bir qarorga keldim. Men roziman." Suyuma bu safar yig'lamadi. Axir qayerdan yig'lasin? Ko'z deganda yosh qolmagan bo'lsa, yosh deganning barchasi yurakka joylashib, butun tana bo'ylab tarqalib ketgan bo'lsa. Ha, oddiy inson tanida qon aylansa-yu, Suyumanikida ko'z yoshi aylansa. Yo'ldosh akaning ovozi bo'g'zini kuydirgan kabi xirillab chiqdi. "Qizim." Suyuma shu holida otasiga taskin berishga shoshildi. "Siz qizimga bosim o'tkazdim deb o'zingizni ayblamang. Menga o'zingiz qaror qabul qilish ixtiyorini berdingiz va men ularga turmushga chiqishga roziman. Men ko'p o'yladim va bildimki, na Robiyasiz, na Shahzodsiz yashay olmas ekanman. Ularni begona ayol qo'liga topshirishni istamayman. Keyin opamning ruhlari tinch bo'lishini istayman. Ular farzandlari tinch bo'lsagina qabrlarida xotirjam yotadilar. O'ylab ko'rsam, hayotlik chog'larida opam uchun hech bir ish qilmagan ekanman. Ammo bunday imkon qo'limda hozir bor. Shuning uchun. Xullas, Adajon, u tarafga xabar berishingiz mumkin. Yana siz beradigan bir narsa bor. Bu sizning oq fotihangiz. O'tir bolam. Robiyani ham o'tkazgin." Suyuma har kungi joyiga ohista cho'kdi. Yo'ldosh aka yig'ladi. Duo qildi, yig'ladi. Suyuma shu topda, "Qani edi Adajon, oyoqlaringiz ostidagi tuproq bo'lsam-u, faqat bosilish sharafiga muyassar bo'lsam, boshqa hech qanday burchim bo'lmasa edi", deya o'ylar edi.